Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari, sizlarga aksiyadagi naborimizdan ko'rsataman. Bunda xudo xolasa 20 komplet qo'ymoqchimiz. Narxini cho'ntakboq qilib qo'yamiz. Musofirda yurgan akalarimiz, shu ololmayib turgan naborlarimiz, qimmatli qilib turgan odamlarga shunaqa yengilroqda narxda qo'ydik. Ikkita bo'g'izlaydigan pichog'i, aboyma pachimnidan ishlangan pichoqlari, ruchkalari chinordan juda ham go'zal chiqib, bitta resor materialdan ishlangan boltamiz so'ylarga umuman qaytmaydi, juda ham ixchangina, mollarga ham, qo'ylarga ham tushaveradi. Bitta terilaydigan pichog'i, bitta razdelka pichog'i. Narxini 1.600.000 so'mga qilib beramiz. Atiga 4 ta pichoq, bitta bolta, sumkachalari bilan birga. Endi mana bu yerda mana 4 dona yaxshiroq pichoqlaringdan ham, kuchliroq pichoqlaringdan ham ko'rsatadigan obunachilarimizga bitta asha resor materialdan ishlangan boltamiz, ikkita bo'g'izlaydigan pichog'i, bitta razdelka pichog'i, bitta teri pichog'i. Bu pichoqlarimiz nержавеющий staldan bo'lgan. Umuman zaynab qorayib qolmaydi, xudo xolasa. Tekstalit bilan chorniy grafdan foydalanganmiz ruchkasini qilishda. Sumkachasini tikib beramiz. Bunisini narxiga keladigan bo'lsak, bunisini narxini 2.800.000 so'mga qilib beramiz. Juda ham keskin lezvalari. Bu arzoni kesmaydimi deyishinglar mumkin, lekin bular ham kesadi mana. Hammasi kesadi pichoqlarimizni, xudo xolasa. Bizda unaqa arzon qimmat emas, materialiga, mehnatiga ketgan sarfiga hisoblanadi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Bitta like bosib qo'yib ketinglar.